Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan boshlang'ich ta'limda innovatsiya fanidan ikkinchi ma'ruza mashg'ulotimiz ta'limning mazmuni va vazifasi faoliyat shaklida taqdim etish mavzusi bilan tanishamiz. Rejamiz quyidagicha. Birinchi rejamiz ta'lim mazmunining vazifalari va faoliyatini ifodalash. Ikkinchisi o'qitish usullari. Uchinchi rejamiz esa o'quv faoliyatining turlari. To'rtinchi rejamiz ta'lim mazmunining shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar hisoblanadi va bugungi rejamizga o'sha tayanch tushunchalar quyidagilarni tashkil etadi. Boshlang'ich ta'lim tizimi, innovatsiya, pedagogik innovatsiya, ta'limdagi yangiliklar va innovatsion muhit hamda zamonaviy pedagog texnologiyalar haqida gaplashamiz. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimizda quyidagi adabiyotlarni e'lon qilaman. Birinchi adabiyotimiz Muxtor va Qulmo'minov, Erdan va Jovliyev hamda Boynazar va Abdunazarovalarning boshlang'ich ta'lim pedagogikasi darslik. Ikkinchisi Muxtor va boshlang'ich ta'lim pedagogikasi innovatsiya va integratsiya o'quv qo'llanmasi va uchinchisi Mavlon va Rahmonqulova boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan pedagogika kabi o'quv qo'llanmalari hisoblanadi. Avvalo ta'lim mazmuni ilmiy tushuncha sifatida qanday qaraladi? Jamiyatning ijtimoiy tajribasidan saralab olingan, shaxsning har tomonlama kamol topishiga yo'naltirilgan bilim, ko'nikma va malakalar tizimi shaxsda ilmiy dunyoqarash va kompetensiyalarni shakllantirish tushunchasi hisoblanadi. Ta'lim mazmunining o'zini biz 4 qismga ajratib o'rganishimiz mumkin. Bu birinchisi bilimlar, ya'ni nazariy va empirik axborotlar. Ikkinchisi faoliyat usullari, bunda ko'nikma va malakalar va uchinchisi ijodiy faoliyat. Ijodiy faoliyatda albatta o'sha noan'anaviy yechimlar, bular juda muhim rol o'ynaydigan sohalardan biri hisoblanadi va to'rtinchisi atrof muhitga munosabat, ya'ni qadriyatlar, dunyoqarashlarni shakllantirish hisoblanadi. Ta'lim jamiyat hayotining ajralmas qismi bo'lib, insonning intellektual, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ta'lim jarayoni orqali shaxs atrof muhitni anglaydi, bilimlarni egallaydi, o'z fikrlarini mustaqil ravishda ifodalashga o'rganadi va hayotda uchraydigan muammolarga ongli munosabat bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bois ta'limning mazmunini to'g'ri belgilash, uni o'quvchilarga samarali tarzda yetkazish va o'zlashtirishni tashkil etish pedagogning asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Ta'limning mazmuni deganda o'quvchilar tomonidan egallanishi lozim bo'lgan bilimlar majmui, amaliy ko'nikma va malakalar, ijodiy faoliyat tajribasi hamda axloqiy, ijtimoiy qadriyat tushuniladi. Ushbu mazmun jamiyatning rivojlanish darajasi, fan va texnika yutuqlari, madaniy meroslari hamda yosh avlodning ehtiyojlari asosida shakllanib boradi. Ta'lim mazmunini shaxsning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi juda ham zaruriy bir shart deb hisoblayman. Chunki ta'lim faqat bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, balki tarbiyaviy rivojlantirish vazifasiga ham ega hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik qarashlarga ko'ra, ta'lim mazmunini o'quvchilarga faqat tayyor axborotlar tarzida yetkazib berish emas, balki yondashuvlar, o'quvchilarni pozitiv tinglovchiga aylantirib qo'yish mumkin. Bu ta'lim mazmuni vazifasini va faoliyat shaklini taqdim etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda o'quvchi bilimlarni tayyor holda qabul qilmaydi, balki ularda o'sha faol ishtirokchi bo'lib jarayonda harakat qiladi. Bu esa bilimlarni ongli tushunib yetishni ta'minlaydi.
ta'lim mazmunini vazifa shaklida taqdim etish o'quvchining bilish faolligini oshiradi. O'quv vazifalari o'quvchini mustaqil fikrlashga, muammoni anglash va hal qilish yo'llarini izlab topadi. Bunday vazifalar orqali o'quvchi o'z bilimlarini tekshiradi, balki yangi vaziyatlarda qo'llashga harakat qiladi. O'zlari uchun o'sha xulosalar chiqaradi. Shu kabi vazifalarni ta'lim jarayonida o'qituvchi bilim manbai emas, balki yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi, jarayonni boshqaruvchi sifatida namoyish beradi. Boshlang'ich ta'limda o'qitish metodlari quyidagicha deb tavsiflanadi. Shu metodlar tizimlarda o'sha turlicha taqdim etilishi mumkin. Bular quyidagi turlarga bo'linadi: suhbat, hikoya qilish, tushuntirish, ma'ruza, matn bilan ishlash. O'qituvchi bu metodlardan birini ixtiyoriy tanlaydi va asosiy e'tiborini o'sha natijaga qaratadi. Ikkinchi guruh metodlar esa o'qituvchining mazkur guruh metodlari amaliyotga yo'naltirilganligi bilan xarakterlanadi. Uning asosiy turlari quyidagilardan iborat: mashq, amaliy mashg'ulot, laboratoriya tajribalari. Mazkur metod o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini amaliyotda tatbiq etish ko'nikmasini shakllantiradi. Shu bilan birga o'sha amaliy mashg'ulotlarni bajarish jarayonida o'quvchilarda ijodiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish kabi ko'nikmalar ham shakllanib boradi. Uchinchi guruh metodlar o'quvchilarning bu guruh metodlarida esa o'sha nazorat qilish, ularni baholashga asoslanadi. Birinchisi bu yerda mustaqil ta'lim, nazorat ishi, test topshiriqlari, loyihalar himoyasi, imtihonlar. O'qitishning mazkur metodlari o'quvchilar va o'qituvchi hamkorligida tanlab boriladi. Bunda asosiy maqsad o'quvchilarning o'zlashtirganlik darajasi aniqlanadi va baholanib boriladi. Hozirgi zamon boshlang'ich ta'limda o'qituvchining quyidagi eng maqbul texnologiyalarini qo'llash kutilgan samarani beradi: an'anaviy o'qitish texnologiyasi, masofaviy o'qitish texnologiyasi, innovatsion va integratsion o'qitish texnologiyasi. An'anaviy o'qitish texnologiyasi amalda bo'lgan va yillar davomida tajribadan o'tgan ma'ruza hamda o'sha amaliy mashg'ulotlar tizimi asoslanadi. Bu tizim bugungi kunda ham nazariy amaliy ahamiyatini yo'qotganicha yo'q. Biz hali hamon mana shu an'anaviy o'qitish texnologiyalaridan unumli foydalanib kelmoqdamiz. Masofaviy o'qitish texnologiyasi bu o'qitishni turli texnik vositalar yordamida amalga oshirish, ya'niki amaliy topshiriq shaklida yoki bo'lmasam o'sha onlayn dars ko'rinishida Zoom orqali darslarni tashkil qilish, bular bunga o'sha misol bo'la oladi. Bu ta'lim oluvchining vaqtini tejaydi hamda o'sha faolligini oshirishi mumkin va unga qulay sharoit qilish imkonini ham beradi. Faol o'qitish usullarida o'quvchilar o'zaro hamkorlikda ishlaydilar. O'zaro hamkorlik bu nimaga olib keladi? Fikrlar almashishiga, o'sha muhokama qilishiga, umumiy xulosalar chiqarishida. O'quvchi bu jarayonda o'sha muloqot madaniyati rivojlanib boradi. Jamoa bilan ishlash ko'nikmasi shakllanadi va o'z fikrlarini berish qobiliyati ham oshirib boriladi. O'qituvchi esa jarayonni boshqaradi, o'quvchilarning faolligini qo'llab-quvvatlaydi. Ta'limning mazmunining vazifasi shaklida ifodalanishi bu didaktik vazifalar, masalan, mashq, topshiriq shu ko'rinishda taqdim etiladi. Vazifa esa bu erishilishi kerak bo'lgan maqsad va uni amalga oshirish shartlaridan biri hisoblanadi. O'quv faoliyatining turlari o'sha ta'lim jarayonining markaziy tarkibiy qismi bo'lib, u o'quvchining bilim olishga
ko'nikma va malakalarini egallashga, shaxs sifatida rivojlanishga qaratilgan ongli va maqsadli harakatlar majmuasini ifodalaydi. O'quv faoliyati orqali o'quvchi nafaqat bilimlarni o'zlashtiradi, balki o'z tafakkurini, irodasini, qiziqishini, ijtimoiy munosabatlarini rivojlantiradi. Shu sababli o'quv faoliyatining turli ko'rinishlari ma'lum darajada o'sha o'z muhim qarashlarini unutganicha yo'q va hozirgi kunda ham samaradorlik ancha yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib kelmoqda. O'quv faoliyati turli shakllarda namoyon bo'ladi. Bu o'quvchilarning o'sha yosh xususiyatlarini inobatga olish, ta'lim mazmunini, o'qitish usullarini hamda pedagogik sharoitlarga bog'liq holda farqlanadi. O'quv faoliyatining xilma-xilligi o'quvchilarni o'sha bilim olishga bo'lgan o'zlashtirish jarayonini oshirish, faolligini har bir o'quvchi bilan imkoni bo'lganda individual shug'ullanish, bu har bir o'quv faoliyati turli o'ziga xos xususiyatga ega bo'lishi o'quvchilarning bilish jarayonini yanada yaxshilashga imkon beradi. Amaliy o'quv faoliyati bilimlarni bevosita harakat orqali egallashni nazarda tutadi. Bu faoliyat jarayonida o'quvchi nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'laydilar va o'sha amaliy topshiriqlar orqali bajaradilar. Ularni real vaziyatlarda qo'llashni o'rganib boradilar. Amaliy o'quv faoliyati o'quvchining tajribasini boyitadi hamda uning qo'l mehnati, kuzatuvchanligi va aniqligini rivojlantiradi. Bunday faoliyat orqali o'quvchi bilimlarining hayotiy ahamiyatini chuqurroq anglaydi va ularni kundalik hayotda qo'llashga harakat qilib ko'radi. Bilishga yo'naltirilgan o'quv faoliyat o'quvchilarning atrof muhitni anglashga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqadi. Bu faoliyat turli o'quvchilarning bilimlarini idrok etishi, tushunishi va o'zlashtirishi bilan bog'liq bo'ladi. O'quvchi yangi axborotni qabul qiladi, uni oldingi bilimlari bilan taqqoslaydi, umumlashtiradi. Ushbu jarayonda o'quvchining tafakkuri faollashadi, mantiqiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi va bilimlar tizimli ravishda shakllanib boradi. Bilishga yo'naltirilgan o'quv faoliyatini o'quvchining bilim olishga bo'lgan ichki ehtiyojini kuchaytirib boradi. Mustaqil o'quv faoliyati ham juda ham muhim sanaladigan faoliyatdan biri hisoblanadi.